Yana ko'p shunaqa ayollarimizdan savollar kelib tushadi. Mani erim ish qilmaydi. Men hamma narsani o'z bo'ynimda yukim bilan farzandlarimga qarab pul topishga harakat qilaman. Erim esa hech narsa qilmaydi. Nima qilay deb. Mana shu narsani hozir biz tahlil diagnostika orqali, figura orqali ko'rib beramiz. Tasavvur qiling, er figurasi, mana bu ayol figurasi. Mana shunaqa shikoyatlarda ko'pincha figuralar qay tarzda poliyada turadi. Ya'ni ayol oldinroq turadi, erkak ko'pincha yoki uzoqroqda yoki orqada turadi. Ya'ni ayolimizning orqasida turadi. Bu nima degani? Bu deganiki, qizimiz erini ota qilib oldi. Va shunaqa payt butun kuchi, eri kuchini o'ziga olib, pul topishni boshlaydi. Va eng qizig'i, keyin eriga shikoyat qiladi, sen hech narsa qilmayapsan deb. Aslida o'zi bilmagan holatda erini ota qilib olgan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda er energiya yurmaydi va erkakka pul kelmaydi, ayolga esa pul keladi. Figuralarimiz mana bunday turish kerak. Ya'ni erkak kuchli va u oldinda, ayol bitta qadam orqaga va bir-biriga, ya'ni energiya to'g'ri oqishi kerak. O'shanda erkak ham pul topishni boshlaydi va o'z rizqini ayolga bermaydi. Ishlari yurishni boshlaydi, ayol ham o'z joyiga turadi.